Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, do'stlar, birodarlar. Mana bugun 5-oktyabr 2025-yil. Biz bodringlar 3-oz ham berishni boshladik. Sizlarga boshidan to ko'chatlik holatdan video qo'yishda davom etyapmiz. Manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Hanuz boshladik. Mana holati. Hozircha hammasi yetarli. Bugungi oziqaga 3.8 beramiz. Ma'lumot o'rnida aytib ketamiz. Biz 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 5 ta 6 tagacha bodringni olib tashladik. Stol baqatroq bo'lib, ildizni yaxshi tashlashga samara bersin deb. Ildizlari tanasini o'zi yaxshi bo'lib, kelajakdagi hosillarni yaxshi boqishiga zamin yaratiladi. Birinchi oziq ham kalsiy nitratidi 10 litrga 10 gram. 1 tonnaga 1 kilo 200 dan 200 gram temir, 100 gramdan 100-150 gram, 200 gramgacha temir, 100 gramdan 200 gramgacha bor bersa bo'ladi. Maydon o'sitiq 2200 ta ko'chat ekilgan. 4-sentyabrda ko'chatlar yerga urug' tashalgandi. 4-5 kunda 100% hammasi chiqqandi. Bugungi holati yaxshi. Pashshaga qarshi sochdik, pashshalari yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin. Bir dona pashsha bor ekan. Holatlari yaxshi ketyapti. Kecha ko'k qurtga qarshi dori sochdik, uni ham hozir bitta yeganni qo'yaman. Ko'sak qurti teshib ketadi. Xo'p, mavzudan yiroqlashmaymiz. Hozir kapilni oziqlantirish haqida gap ketyapti. Kapilni oziqlantirishga tarozida o'lchab keldik. Mana bu yerda 3.8 kristalon. Yaraniki 3.8 kristalon shu ko'rinishda bo'ladi. Yashil. Tonnasiga 1 kilo 200 dan har bitta ko'chatga 1,5 gramdan hisobladim. Har bitta ko'chatga 1,5 gramdan 1 gramdan hisoblayapsizlar. U yosh ko'chatlar. Buni 0.4 dan hisobladim. 0.5 gacha mumkin. Tonnasiga 1,5 kilo. Xo'sh, temir. Ana bundan solib oldik temirni. Xo'p, temir solib oldik. 200 gram. Hozir temiriga yetarli 200 gram bor. 350 gram o'lchadik. Full maximiz bor edi, ozgina ildiz yuruvchi 200 gram qolgan. Nassoch qo'shib olamiz, pH'ni tayyorlaydi. Xo'p, suvimiz 3 tonnaga yaqin, 2,5 tonnadan ziyod. Suvni gradusdan o'lchagandik. O'rtacha suvni haqida ma'lumot bersa 20 dan past bo'lmasi kerak, 24-25 gradus. Xo'p, hozir oziqalarni hammasini ketma-ketlik aralashtirib, ma'lumot o'rnida bitta oziqani bitta suv qo'shish kerak, aralashtirib quyib, yana alohida. Shunda bir-biri bilan reaksiyaga kirishmaydi. Xo'p, xullas shunaqa do'stlar. Bizdan uzoqlashmang. Manfaatli bo'lgan bo'lsa obuna bo'lishni unutmang. Bundanda yaxshi videolar olganda mana bu yerda o'sha aytgan qurtimga qarshi kecha dori sochdik. Ko'k qurt, ko'sak qurt deyiladi. Bu deyarli ko'rinmaydi ko'zga. Bunga Trex bilan samjugni sochib yubordik. Avant sochsa ham beradi, 10 litrga 5 gram avant. Holatlar hozircha yaxshi. Oqpashalarga zararkundan qarshi kurashdik. Mana Xudo xolisa bu shu yerda to'xtaydi. Mana hozircha shunaqa, bizdan yiroqlashmang. Kanalimga obuna bo'ling. Yoqqan bo'lsa bitta like bosing, podpishka qilib turinglar. Sizlar savollaringizni Telegram gruppamni havola qo'yganman, kirib savollaringizni berishingiz mumkin.